Ey inson, buni qilsa bo'ladi. Mumkin emas ekan u. Kim aytdi? Rasul aytdi. Rasul, operatsiya qildirib yuborsammikan, ha? Saxir-da, qiziqmisan sen? Senga tig' tekkizish mumkin emas. Keyin bitmaydi. Rasul nima ish qiladi? Taksi haydaydi. U yo'lni yaxshi biladi. Men qarang doktor, xotinim ham shunaqa deyapti-da. Voy, bu nima deganingiz? Esizdami rahmatli amakimmi? Birinchi jimjalog'ini kesib tashashdi. Bo'lmadi. Keyin to'pig'igacha kesib tashashdi. U ham bo'lmadi. Oxiri tizzasini kesishdi. Unisi ham bo'lmadi. Keyin oyog'ini kesib tashashdi. Bilasizmi nimaga? Chunki sahri bor edi. Umuman tig' tekkizish mumkin emas. Xotiningiz nima ish qiladi? Tekstil kombinatda ishlaydi. Aka, Men qarang, hatto tabib ham shunaqa deyapti, doktor. Ota-bobolarimiz mana shu giyohdan ichishgan, tuzalib ketishgan. Agar tig' teksangiz tamom bo'lasiz. Ehtiyot bo'ling. ba'zi odamlarda hali ham eskicha qarash bor. Mumkin emas deb o'ylashadi. Nega mumkin emas bo'lar ekan? Mumkin. Barcha parametrlar to'g'ri kelsa bo'ldi, bemalol qilsa bo'ladi. Shu kungacha bizni Sihat klinikamizda 2000 dan oshiq bemorlar mana shu amaliyotni o'tkazishdi. Sizda diabetning 2-tipi. Vazningiz ham, yoshingiz ham to'g'ri keladi. Doktor, unda operatsiyani qachon qilsa bo'ladi? Hoziroq qilsa bo'ladi. 3 kundan keyin uyingizga ruxsat beramiz. Oyog'ingizda yurib ketasiz. Doktor, men operatsiyaga roziman.